Ota-ona rozi bo'lmasa, mullami, qorimi, eshonmi, taqsirmi, hojimi jannatga kirmaydi. Kirmaydi jannatga ota-onani rozi qilmagan, umuman kirmaydi jannatga. Ha bugun ota-onani yig'latayotgan kim? Shu jipirg'i bolalarda, do'qqilayotgan, baqirayotgan, eshikni taraqlatib yopib ketayotgan, xollasam deyotgan. Ko'rasan shunaqalar, agar tavbini qilib, ota-onangni xursand qilolmasang, o'g'lingdan shuna qaytadi, jog'ingni yoradi shunaqalar. Qaytadi, bu qaytar dunyo bu. Qandoq o'g'il bo'lsa, shundoq o'g'ilni beradi Xudo. Qandoq kuyov bo'lsa, shunday kuyovni beradi. Qandoq kelin bo'lsa, shunday kelinni berib qo'yadi. Bugun qaynasini mensimagan kelinlar ko'radi, hali o'g'lini uylasin. Mazalarni qochiradigan kelinni Xudo berib qo'yadi. Nima kirdi yumading deydi. O'qat qil tez-tez deydi. Sansirab aytadi. Nimaga? Qaytadi, 10 barobar qaytadi.